Assalomu alaykum. Bugun bizga bitta mana shunday konditsioner kelgan. Xo'p, bu yangi konditsioner. Rossiyadan olib keltirishgan ekan. Yo'lda shu vibratsiya bo'lganmi, biz qo'ymoqchi bo'lib maqsak, atroflari yog'idi. Momentlar ham yog'di, asorati bor. Ko'rayotganimiz keyin ichini ochib qaradik, yog' chiqib ketgan. Videoma kelayotganda shu vibratsiyada qaysidir payka ochilib ketib qolganmi, uni tekshiramiz hozir. Bartaraf etishga harakat qilamiz, ko'rsatamiz jarayonlarni. Hozir ishlarda yog' bor. Hozir yana ham ochamiz. O'sha pastlari yog' bo'layotibdi. Qaysidir kalach qo'yib yuborgan bo'lsa kerak. Mana bu yerda yog'. Ochamiz. Bu tomonga ham yechib oldik. Ishlar yog' bo'lib turibdi. Hozir endi aynan qatdan qo'yib yuborganini. Nimalar ham yog'. Hozir damlaymiz. Damlasak bilinadi. Xo'p, shu ochganda bir yo'la kompressorini ko'rib olamiz. Bitta xarakteristikada berishicha mana shunaqangi konditsioner, bu 7 talik bo'lsa kerak. Xo'p, LCAN 25F S1N. Kompressorimiz ham bu on-off kompressor, konditsioner on-off 410 da ishlaydi. JMCC dan. Xo'p, ASN 89V 020 VDZ ekan. Xo'p, endi damlaymiz. Hozir davlayapmiz. Payka qilib yuboramiz. Paykamiz yaxshi. Faqat endi davleniya tushib ketyapti, yo'qmi tekshirib qo'yamiz, ozgina kutamiz. Yopaveramiz, agar hamma yo'q joyida bo'lsa, yopaveramiz. Xo'p, paykamiz joyida turibdi, davleniya qimirlamayapti. O'shanchadan Xo'p, imina mana shu yerda payka qildik. Ishda bir chiziq bor edi, qo'yib yuborgan edi. Sekin yig'ib olamiz endi.
Konditsionerimiz utechkasini bartaraf qilib bo'ldik. Xudo xolasa endi egasiga topshiramiz. Qo'yib berilsa qo'yib beramiz, chiroyli qilib, zapravkalan qilib. Lanscraft degan Xitoy konditsioneri. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.